Assalomu alaykum, hurmatli ustalar uz kanalining qadrli obunachilari. Biz bugun Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani Qo'g'ay qishlog'iga, ya'ni shikaturkachi akalarimiz oldiga kelganmiz. Shikaturka narxlari necha pul bo'lyapti va qayerlargacha borib ustalarimiz xizmat ko'rsatishadi va qanday sharoitlarda, qanday holatlarda degan savollarga to'liq ma'lumot olishlaring uchun videoni oxirigacha kuzatinglar, qadrdonlar. Sizlar uchun foydali va manfaatli video bo'ladi. Ustakamizdan to'liq ma'lumotini bilib olamiz. Sizlar undan oldin bittadan like bossalaring kanalimiz rivoji uchun. Demak, biz boshladik. Assalomu alaykum ustaga. Charchamasdan, tanjoylar sog'mi? Xo'sh, aka manzili to'g'ri aytdimi? Ha, to'g'ri. Hozirgi kunda shikaturka narxlari, o'zi necha xil shikaturka bor? 2 xilda. 2 xil, ha. Padjilka, padmayak. Bu padmayak bo'pti. Padmayak. Do'stlar, mana qadrli ko'rib turibsizlar. Ayaga mana. Mana har bir metrga qo'ygan. Ham u o'ta go'zal u. Bu rastovolli ekanda, umuman qumi ham ko'chmayapti qadrlar mana. Umuman ko'chish yo'q. Sementavoy. Ha. Hozirgi kunda shu padmayagimizning narxi Namangan viloyatida necha pul? 35 ming so'm 1 kvadrati. Bez zatirkasi, ya'ni cho'llik holati. Agar zatirkasi bo'lsa-chi? Zatirkasi bo'lsa 35 bo'layotgan bo'lsa 40 mingda. 5 ming qo'shiladi xolos. Zatirkasi o'zi oson bo'ladi, to'g'rimi? Do'stlar, qadrdonlar, mana obyektimiz, joyimiz. Biz o'zi hozir ichkarlari ham bor-a? Ichkarlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Eshik derazalar atrofiga atkuz olinmagan. Olinadi, derazalar qo'yilsa. Ha, derazalar qo'yilsa olinadi. O'zi aslida nima deydi? Atkuz olsangiz qanaqa narx bo'ladi? Shular haqida bitta ma'lumot bering. Kvadratga kirib ketaveradi. Kvadratga? Pagonometri kvadratga kirib ketadi. Shunda to'g'rimi? Agar atkuz olinsa. Xo'sh, hozir bu yerda endi atkuz olinmagan, shunda kvadratga kirmaydi. Ha, ay şey chiqariladi-da. Bo'ldi. Kvadratdan, общий kvadratdan chiqariladi mana eshik derazalar hali qo'yilganligi yo'qligi uchun. Ichkaridan bir ko'rsak bo'ladimi, ustaga? Xo'sh, do'stlar, kimga misol mana Farg'ona viloyatidagi ustakalarimizning ish sifatini, xizmatini ko'rsatish, shikaturkachi akalarimizni bu hozir Namangandan bo'ladi. Ya'ni bizning Namangan viloyatidan ko'rib turgan akalarimiz bemalol mana shu ustakalarimizni xizmatidan foydalanishlari mumkin. Endi o'zi padmayak deganda pravilarni qo'yganda bo'y tomonlama etaveradi. Mana do'stlar. Mana qadrdonlar. Xudo xolasa, polni endi fasad qismi bo'pti. Fasad qismi. Endi ichkarini ham qilishlari kerak, xudo xolasa. Tashqari sementoy bo'lgan. Ichkari qanday bo'ladi? Ichkari ham mana shu sement bilan xonalarni ichi 3 ta xona oqay bilan. Oqay bilan qilinish sababi nima bo'ladi, ustaga? Nimaga unaqa? Issiqroq bo'lishi uchun. Oqay issiq ushlab turadi, ha? Bo'ldi, qadrdonlar. Aka, siz ish faoliyatingiz qayerlargacha borib ish faoliyatini ko'rsataverasiz? Biz farqi yo'q, mana shu Namangan viloyati bo'lsa Uchqo'rg'on qilaveramizda. Namangan viloyati endi, nariga obyektni ham olib qo'yganman dedingiz, mana to'g'ridagi uyda, mana. Qo'shni uyi, to'g'ridagi arkali uy, ya'ni shikstralni uy. Buni ham o'sha olib qo'ydim desiz. Aka, bu ham padmayak bo'ladimi? Padmayak bo'ladi, ha. Shunda narxini necha pul oldingiz? Uni ashi 35 mingda. 35 ming. Endi mana shikstralniki borligi uchun vaqt ko'p ketadi-yu. To'g'rimi? Ozgina qimmat yurmaydimi bular? Yo'q, endi bu o'zim oshnam deydi. Ha. Sinfdoshimniki. Bo'ldi. Begona bo'lsa, endi misol 5 ming qimmat bo'ladi. To'g'rimi? Shikstralniki uyi borlar, misol ozgina qimmat yuradi, sababi shu vaqt o'tib ketib qoladi bu yerda. Mana shu oldin 3 ta arkani oldini chiqarguncha shikaturkan shu atkuzlar qolib ketib qoladi, boshqa bo'ladi, vaqt ketadi. Shuning uchun kamida 3-4 ming, 5 ming atrofida ko'tarilib qoladi narx, to'g'rimi? Mana do'stlar, qadrdonlar, ichkarilarimiz endi bu obyektimiz, joyimiz polni xomg'ishdan ko'tarilgan ekan. Kimga mana shu ustakalarimiz xizmati yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa va manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan like bosib qo'ysalaring. Kanalimiz rivoji uchun sizlardan minnatdor bo'lamiz va sizlarga qanday videolarni olib chiqishimiz kerak, shular haqida ham bitta ma'lumot beringlar. Mana shu akalarimiz mehnatini qo'llab-quvvatlab, qadrlab, bittadan like bosib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi videolarimizni yana olib chiqishga harakat qilamiz. Ko'rib kuzatib turgan kanallarning Ustalar kanali. Bizni ko'rishda kuzatishda davom etinglar, sababi ustalarga oid sifatli ishlarni, mustahkam ishlarni olib chiqishga harakat qilyapmiz. Undan tashqari bitta narsani aytmoqchiman. Bizda vohidan ko'rib turgan akalarimiz ham bor. Sizlarni o'zlaring yashab turgan joylaringda
Shkatuka narxlari nechi pul? Ya'ni bizda shunaqa narsa bo'lyapti. Farg'ona yoki Andijon yoki Namangan yoki Qashqadaryo, Surxondaryo qaysi viloyatda shkatuka narxlari arzon, shuni bilmoqchi bo'lyapmiz. Imkon qadar iloji boricha iltimos kommentariy yozing. Men mana bu viloyatdaman va bizning viloyatda shkatuka narxlari 20 ming so'm yoki 50 ming so'm deb yozib qo'ysalaring, sizlardan minnatdor bo'lamiz. Bizni ko'rishda kuzatishda davom etinglar. Like bosgan qo'llaring muborak, Kabatullohni ushlasin, tani joylar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.